yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan. Mana sizlar ko'rib turibsizlar, bu yerda o'tirganlarni hammalari televizorlarda ko'p ko'rgansizlar, ijtimoiy tarmoqdan e'lon qilingan O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yillik mamlakat mustaqilligini mana shunday bir bayramini, to'yini nishonlash. Mana shu 3000 yilning ichida 860 yil qariyb Surxondaryo viloyatining eng olis hududlaridan bo'lgan o'sha Denov tumanidagi Xayrobod qo'rg'oniga biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, harbiy xizmatchilarimizning oilalari, muddatli harbiy xizmatchilarimiz boshimiz ko'kka yetguncha xursandchiligimizni bildiramiz. Sharoitlarni namunasiyman. Qachonki ko'rimizki Qaradan bulbulay bular bilmez. Kadrini ne bilsin külni kadrini. Ayağı bayman dökmegen ağrını zerin. Sadoqat bilan yulduzlarga qo'yib otin, baxt deganga bosib odim, yorug' yo'lli karvondirmiz, toza dilli karvondirmiz, kuch shoni zo'r karvondirmiz, sorboni zo'r karvondirmiz, biz bir O'zbekistondirmiz. İşk şarabın içti bu. Yaş daim bayadan prenseti ayet makam şadi. Hordiq chiqarishda faol ishtirok etganligi munosabati bilan Janubiy operativ qo'mondonligi o'rinbosari tomonidan